Gördünüz mü? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam. Ala Resulillah emma ba'd. Esselamu aleyküm. Hürmetlik, muhterem vatandaşlar. Barchalarimizni Alloh taolo tutgan ro'zalarimizni qutlug' muborak qilsin. Alloh haq subhanahu va taolo mana shu oylarda qilingan iftorliklarni Alloh taolo dargohiga maqbul qilib, o'zini rayyon jannatlariga zaxira qilishlikni nasib ro'zaydigan bo'lsin. Aziz muhtaram birodarlar, hammalarimiz bugun mana Ramazon sharifni sharofati bilan bizni Doğu Turkistonlik Uyg'ur vatandoshlarimiz mishada qadr qimmat qilib shu Yonoxin akamizni xonadoniga tashrif qadam qilib keldik. Alloh subhanahu va taolo mana shu xonadondagi qilinayotgan shu iftorlikni Alloh taolo dargohida qabul qilgan bo'lsin. Uy a'zolariga barchalariga Alloh taolo tan salomat bersin. Tan jonlari salomat bo'lsin. Xonadonlarga Alloh taolo baraka paytlarini noil qilgan bo'lsin. Qo'yilgan shar'iy maqsadlariga yetkazsin Alloh subhanahu va taolo. Aziz birodarlar, hammamizga ma'lum, bizni butun dunyodagi Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur qarindoshlarimiz musofiratda umri guzuron qilyotishadi. Qaysi dunyoni qaysi qit'asiga borsa, o'sha yerda qadr qimmat qilib, o'zimizni urf odatimizni, an'anamizni, madaniyatimizni, tillarimizni unutmasdan, ana shu yerda o'y tutib, o'zligini yo'qotmasdan hayot o'tkazayotadi. Bu yerda bir narsaga men hayronman, bir narsaga hayron emasman, ham xursandman. Ham xursand bo'lishning bir qatorida qalbimda bir yig'i paydo bo'ldiki, Turkiyadagi bir İbrahim Domillam degan fikrimiz, Anshayda bir anjuman bo'lgan. Shu anjumanda butun dunyodan ulamoi zamonlar kelgan, diniy ulamolar kelib, Sharqiy Turkistonlik bizni Uyg'urlar haqida biron og'iz gap qilmaydi ulamolarimiz. Dunyoni qaysi qit'asida musulmonlar jafo tortayotgan bo'lsa, zulm chekayotgan bo'lsa, haqqiga duo qilamiz. Doğu Turkiston, Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarimiz haqida zulm ostida dafsandi bo'lib, qadr qimmati, insoniyat huquqlari dafsandi bo'layotganda hech kim Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlar haqqiga duo qilinglar desa, hech nimani o'qimasdan bilmaganday chiqmay o'tirib duo qilmaydi deb xafa bo'lgan shu ulamo Ibrohimjon Domillam. Men nihoyatda ta'sirlandim, ham yuragimdan bir qalbimdan yig'ladim, ham afsus nadomat qildimki, shu duoni Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarga duo qilib qo'yinglar dedi. Ana shu yerda butun dunyo jahondan kelgan ulamolar bundan keyin biz shu Uyg'urlarga, mazlum Uyg'urlarimizga haqqiga duo qilamiz bundan buyog'i deb shunday dedi. Shuning uchun aziz birodarlar, siz bilan biz ro'za Ramazonda mishada hammamiz to'planib qoldik. Bir sidqi dildan qalbimizni to'g'risidan bir duo qilaylik. İlahi amin. Amin. Allahümme inne nes'elike bismikel azam. Allahümme la ilahe illallah entel mennanu ya bedi'as semavati vel arz ya zel celal vel ikram. Rabbil alemin, o'zingdan mübarek ayda xulusi niyat bilan qo'limizni ko'tarib turib biz duolar ijobat bo'ladigan oxirgi Ramazon sharifni kunlarida o'ttirib qo'l ko'tarib turibmiz. Alloh haq subhanahu va taolo butun yer yuzidagi bizni Sharqiy Turkistondan kelgan Uyg'ur birodarlarimizga, vatandosh tuqqanlarimizga Alloh taolo doimo tan jonini salomat qilgin. Qilgan duolarini ijobat qilgin. Vatanimizga sog' salomat berib, bizga sizga o'xshab mishada dasturxonni ustida o'tirib, ya Rabbil alamin, o'zingga yetkazganingga shukr. Oila a'zoyim bilan, o'z vatanimda bola chaqam bilan, urug' tuqqan yori birodarlarim bilan iftorlik qilyapman. Ya Rabbil alamin, bergan kunlaringga ming bor hamd sanolar bo'lsin deb shu aziz birodar vatandoshlarimizni Alloh taolo shu niyatlarga yetkazgan Alloh taolo. Nada bo'lsa qadam paylarga Alloh taolo ajri azimlarni nasib ro'za aylagin. Dunyoda xor qilmagin, martabasini baland qilgin, yaxshilarga yondashtirgin, yomonlardan uzoq qilgin, nomardga muhtoj qilmagin. Uyg'ur musulmon, Turk musulmon Uyg'urlarning nega borsa qadr qimmatda, vatanparvar, insonparvar, dilida jafokash, nega borsa
ana shu yerda qadr qimmat topadigan xalq Alloh taolo o'z nazarini bizni Uyg'urlarga tushirishini iltijo qilib, ro'za Ramazonda chin yurakdan iltijo qilib so'rab qolamiz. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Yana aziz birodarlar, bir duo qilamiz. O'tgan yili mana qurbonlik bo'ldi. Abjalil Qaraqosh apandi shu Almaniyadan Türk tutganlarimiz orqali sizdan bizga mana qurbonlikni qiladi. Shu bishada Rajab Atash, Arjuman birodarlarimiz kelib, bishada o'zlari shaxsan xizmatda bo'lib, shu xayr ehsonlarni, qurbonliklarni o'z qo'li bilan tarqatdi. Shularning haqqiga ham biz duo qilaylik. Amin. Shu Abjalil Qaraqosh apandimni, Rajab Atashni, Arjuman birodarlarimizni, qolgan Turkiy yoron birodarlarimizni xayr ehson qilgan, qurbonlik qilgan shu birodarlarimiz Alloh taolo qurbonliklarini dargohida maqbul qilgin. Ro'zi qiyomatda Alloh taolo jannatul firdavslarda ajri azim qilib bergin. Doimo Turkiy millatlarni Alloh taolo ittifoqlikda bardavom qilgin. Yomon ko'z nazardan asragin. Alloh taolo o'zini maqomiga yetkazgin Alloh taolo. Shuningdek Turkiyada İstanbul shahrida mana birodarlarimiz bor, vatandoshlarimiz bor. Ana shu yerda uy tutib Alloh taologa iltijo qilayotgan birodarlarimiz bor. Uyg'ur TV, Istiqlol Uyg'ur TVda shu yerda birodarlarimiz bor. Shu birodarlarimizni ham Alloh taolo qilayotgan sa'y harakatlariga barakot, azimlarni ato etgan Alloh taolo. Musojon degan birodarlarimiz bor. Shu yerda Abdurahim Faroj degan inimiz bor o'sha yerda. Mana radio, televideniyada xizmat qilyapti. Shu radio televideniya Istiqlol Uyg'ur televideniyasini boshlig'i Sharq Turkiston Ma'ruf va hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatulloh Hojim bor. Mashular ham shu vatandoshlarimizga nihoyatda katta xizmat qilyapti. Alloh taolo sabit qadam qilgin. Alloh taolo qadamlarini Alloh taolo mustahkam qilgin. Uyg'urlarimiz uchun qilayotgan faoliyatlarini Alloh taolo nihoyatda yuqori darajaga chiqarib, o'ylagan shar'iy maqsadlariga yetkazgan Alloh taolo tan-jonlarini salomat qilgin. Farzandlari ham o'zlariga o'xshab shu Uyg'urlar uchun Uyg'urim deb kuyadiganlardan qilgan Alloh taolo barcha vatandoshlarimiz dunyodagi 35 million, 70 million degan gap so'zlar bor. Barcha Uyg'urlarimizga, vatandoshlarimizga Alloh taolo o'zing panoh bergin. Har doim o'zing madadkor bo'lgin. Bir rahmatga. Rahmat. Assalomu alaykum. Mirzaxonda bola-chaqalariga degan tan-jonlar salomat qilgin. Alloh taolo ne'matlar maqsadlariga yetkazgin. Ro'za Ramazonda mana xizmat o'zi shaxsan o'zi qilib, Alloh taolo duo xayrlarni olay dedi. Alloh taolo butun musulmonlar mana shunday xulus niyat bilan qo'l ko'taryapti. Qilgan duolarni ijobat qilib, ro'za qiyomatda jannatul rayyorlarda bu savoblarni nashku namosini tatishlik nasib bo'lsin. Zurriyotlaridan Alloh taolo hofiz kalom ummati Muhammadga xizmat qilgan solih farzandlardan ato etgan rahmatulloh. Allohu akbar.